Assalomu alaykum. Bizni kuzatishda davom etayotgan yurtdoshlarimiz, studiyamiz mehmonlari, yana siz bilan Siz nima deysiz tok-shousi orqali didorlashayotganimizdan mamnunmiz. Agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ushbu tok-shoumizga mavzuni siz aziz teletomoshabinlarimiz tomonidan bildirilayotgan fikrlar, takliflar asosida mavzu tanlayapmiz. Bugungi mavzumiz ko'cha va yo'llarda, jamoat joylarida harakatlanish madaniyati. Demak, mana kuzatyapmiz, bu mavzu har kuni har bir insonga to'qnash keladi. Chunki har birimiz erta tongdan qandaydir bir harakatga qo'shilamiz va qayerlargadir boramiz va albatta ana shu jarayonlarda yo'l harakati qoidalariga amal qilishga, rioya qilishga majburmiz. Kuzatayotgan bo'lsangiz, mana shu jarayonlarda qanchalik islohotlar amalga oshirilmasin, qolaversa ko'plab chora-tadbirlar belgilanmasin, baribir mana shu avtohalokatlar, yo'l transport hodisalari yuzaga kelayotir. Bugun studiyamizga mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan soha vakillarini, qolaversa turli soha kasb egalarini taklif qilganmiz. Bugungi studiyamizning mehmonlari orasida mana viloyat ichki ishlar boshqarmasi, viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlaridan bir guruhini ham taklif qilganmiz. Keling dastlab ularga so'z navbatini bersak, chunki mana 2025-yil yakunlanib, yangi yilga qadam qo'ydik. O'tgan yilgi sarhisoblar qilinyapti har bir sohada. Mana shu ichki ishlar sohasida ham bugungi kunda yo'l transport hodisalari o'tgan yilda qanchalik ro'y berdi? Avvalgi yillarga nisbatan kamayish bormi yoki ko'pmi? Ana shu statistik ma'lumotlarni taqdim etishadi. 2025-yil 12 oy mobaynida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va uning joylaridagi quyi tizimlari tomonidan transport vositalari bilan bog'liq hodisa va jinoyatlarni barvaqt oldini olish, qoidabuzarliklarga qarshi kurashish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirga qaramasdan 2025-yil o'tgan 12 oy mobaynida jami jinoyat ishi qo'zg'atilgan yo'l transport hodisalarining viloyat bo'yicha 12%, ya'ni 292 dan 327 ga, ya'ni 35 ga oshib ketgan. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 44.9%, ga, ya'ni 78 dan 113 ga yoki 35 ga oshgan. Tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalari teng holatda 214 ga saqlanib qolgan. Ma'lumot uchun, jami 113 ta o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalaridan 123 nafar fuqarolar vafot etgan. Bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4.4% ga yoki 45 dan 43 ga 2 taga, tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 19.4% ga 36 tadan 29 taga 7 taga kamayishiga erishilgan. Lekin vafot etganlar soni 55.6% ga 9 dan 14 ga 5 taga oshib ketgan. Bundan tashqari, voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tomonidan tegishli hujjatlarsiz jami 6 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Shulardan 2 tasi o'lim bilan bog'liq, 4 tasi tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini tashkil etadi. Ma'lumot uchun, Urganch shahrida bitta, Urganch tumanida bitta, Xonqa tumanida bitta, Xiva shahrida bitta, Qo'shishpir tumanida bitta va Bog'ot tumanlarida bittadan yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Shuningdek, olib borilgan profilaktik chora-tadbirlarga qaramasdan, joriy yilning o'tgan davr mobaynida 615 nafar voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tomonidan transport vositalarini boshqarganlik holati aniqlandi. Ma'lumot uchun, 615 nafar voyaga yetmagan maktab o'quvchilarini barchasi tegishli hujjatlarsiz boshqargan. Shulardan 2 nafari mast holatda, 24 nafari ichki ishlar xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik, 2 nafari yo'l bezorligi va 5 nafari transport vositasining qarama-qarshi harakatlanishi uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, tegishli choralar ko'rilgan. Mana statistika bilan tanishib oldik. Mana agar nazar tashlaydigan bo'lsak, avvalgi yillarga nisbatan avtohalokatlarning ayrim jihatlaridagina ozgina pasayishni kuzatish mumkin. Lekin baribir bu holatlar davom etmoqda. Mana yaqinda bir rasmiy statistika bilan tanishib qoldim. Bu o'tgan yilning 9 oy davomida respublika bo'yicha 5895 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan bo'lib, ularda 1303 nafar inson halok bo'lgan. Bu kuniga o'rtacha 6 kishi halok bo'lib, 24 kishi jarohatlanayotganini bildiradi. Bular albatta kimningdir farzandi, ota-onasi, yaqinlari, jigarlari bo'lishi mumkin. Demak,
bu jarayonlarni mana taqqoslar ekanmiz. Mana shu holatlarning kelib chiqmasligi uchun, oldini olish uchun ham chora-tadbirlar ko'rilyapti. Lekin nima uchun mana shu holatlar yuz berayotganligini bugun studiyamiz mehmonlari bilan mulohaza yuritamiz. Xo'sh, bunga asosan nimalar sababchi deb o'ylaymiz? Meni fikrimcha, birinchi navbatda mana shu harakatlanish davomida haydovchilarning bo'lsin, piyodalarning bo'lsin, bir-birovini hurmat qilmaganligida deb bilamizda, asosan. Va endi sizlarning fikrlaringizni eshitamiz. Mana hozir yuqorida viloyatimiz hududida sodir etilgan avtoavariyalarni soni jihatidan ma'lumotlar berib o'tildi. Endi bugungi kunda viloyatimiz hududida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahlil etilganda, ushbu sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarida asosan haydovchilarimizni haydovchilik madaniyati yetishmovchiligi, shoshma-shosharlikka yo'l qo'yishi, tezlikni me'yordan oshirishi, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishi oqibatida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir etildi. Bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan mahallalarda, jamoatchilik vakillari ishtirokida, aholi ko'p to'planadigan joylarda, ta'lim muassasalarida, korxona tashkilotlarida muntazam ravishda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishimizga qaramasdan, bugungi kunda yo'l transport hodisalari salmog'i hozirgacha saqlanib qolmoqda. Shuningdek, ayrim ota-onalarimiz ham shu e'tiborsizligi, befarqligi natijasida voyaga yetmaganlar tomonidan avtomashina boshqarish holatlari kuzatilgan. Mana hozir yuqorida aytib o'tildi, aynan viloyatimiz hududida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan olib borilayotgan nazorat reyd tadbirlari davomida 615 nafar voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tomonidan avtomashina boshqarish holatlari aniqlangan. Katta son bu. Albatta. Bu vaqtida to'xtatilib, ularni harakatini chek qo'yilmaganda, balkim og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari bundan ham ko'p bo'lishi mumkin edi. Lekin bugungi kunda mana hozir yo'l patrul xizmati inspektorlarimizni har bir mahallaga taqsimlaganmiz. Har bitta maktablarda yo'l patrul xizmati inspektorlari, inspektor psixologlar bilan hamkorlikda xizmat olib borib turibdilar. Belgilangan tartibda maktablarda ta'lim muassasalari rahbarlari bilan ulardan ma'lumotnomalarni olib turibmiz. Bugungi kunda voyaga yetmaganlar tomonidan avtomashina boshqarishida moyilligi bo'lgan voyaga yetmaganlarning ro'yxatlarini olib turibmiz. Ularning ota-onalari bilan muntazam ravishda profilaktik suhbatlar olib borib turibmiz va shuning chora-tadbirlar belgilanib turibdi bugungi kunda. Men o'ylaymanki, shu ota-onalarimiz ushbu borada mas'uliyatni ikki karra oshirsalar, voyaga yetmagan, hali tajribasiz, haydovchilik guvohnomasini ega bo'lmagan farzandlarini avtomashina boshqarishlarini yo'l qo'yib bermasa, bugungi kunda bizning viloyatimiz hududida bu voyaga yetmaganlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi. 1984 yildan beri yo'l harakati qoidasi o'qituvchisi bo'lib ishlayman. O'zimni ish faoliyatimda shuni kuzatyapmanki, eng avvalo bu oiladan boshlanishi kerak. Vatanparvar tashkilotning maktablariga chiqib, maktablarga shu ertalab piyodalar o'tish joyida o'tishga yordam berib turibmiz, ularga tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Lekin eng birinchi madaniyatimizni to'g'rilashimiz kerak. Haydovchilarni tayyorlashdan hozir oldin unchalik yo'l harakatida haydovchi madaniyati degan fan yo'q edi. Oz soat berilgan edi. Hozir ko'p. Yaxshi, lekin baribir uydan boshlanadi-da. Uyda madaniyatli bo'lsa, uyda ota-ona o'zi bir oddiygina xavfsizlik kamarini taqib harakatlansa, undan farzandlari ko'z oladi. Atrofindagilar ko'z oladi. Birinchi o'zimizdan, oilamizdan boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Keyin maktabni, mahallani roli katta bu yerda. Shu o'rinda bir mutafakkirning shunday bir fikrlari borda, kimki boshqalarga nisbatan hurmat hissini yo'qotishga moyil bo'lsa, u avvalambor o'zini hurmat qilmaydi. Juda to'g'ri aytilgan gap. Boshqalarga behurmatlik qilayotgan odam eng avvalo o'zidan qiyos olish kerak. O'ziga shunday hurmatsizlik ko'rsatildimi, o'zini qanday his qiladi? Demak, boshqalar ham ana shu holatga tushib qoladi. Bu harakat ishtirokchisi bo'lgan har birimiz bir-birimizni bir nojo'ya holatga qoldirmasligimiz kerak. Hurmat hissi bilan harakatlarni, madaniyatimizni amalga oshirishimiz kerak. Hamma narsa birinchi oiladan boshlanadi. Hattoki bir oldingizda bortirgan mashina to'xtatmoqchi bo'lsa, nechun powerni yoqmaydi-dan. Chiroqni yoqmaydi, yon chiroqni. Bir barmoq bilan bosib bersa, power yanadi. Keyinda kelgan shoför shuni biladi, demak bu to'xtayacaqda yana o'tib ketadi. Yo aylanib ketadi bu. Powerni yoqmasdan bu erinjaklik emas, bu eringandan qilmaydi buni. Bu manmanlik, kibrlik bu. Shuni bir rioya qilsa deyman, hozir ayniqsa yoshlarimizdan har svetoforda 3-4 ko'rgani durib qolasizdan.
Şu an sabır kılmayacaklar da. Bu sabırsızlık yaxşı ne yapar mıydı? Ya yerde karab duramız yaşlar. Durgan yerinde maşını küylep giderden birden heydepten gazını bastıktan. Bizene nuranilerini, bizene otanelerini vazifesi şu yaşlara hem vakt ayaklanıp ülgep duruşunu. Oğlum sen kıstanmayda tertipli bu hüccet heydetmeslik gerek. Vaya gitmeyen ballara maşını vermeslik gerek. Bu atana sebepçi buna. O vaya gitmeyen balasına ne için maşını heydetip öğrendi mesela anlamasal da. Ha bu balada o yaş bala o basadı gazını. O avara yanıp çıkıyordu onu. Ben katta edesem avara kılıp koyarım ben yağmadı. Bir de olmaz varsa ağdalıp geçişi mümkün mesela anlamasal. İki salda bu yaşlı ağzıyla atkandı köpek partı bu avarayalar neler. Bütün tezlikni akıbeti bulup tuttu. Ya ki bu maza yol hareketine, kaydelerine rüya kılmayatırlar. Akıbet şundan gelip çıktık mesela. Şunun için bir iltimas, aynen yaşlara iltimasımız şu. Bir gözlerine karabeyazlar, o sayıdasından maşını hele üzerimizden bu vaxtlarda, bu peytlerde maşını heydegen paydamız bu vaxtlarda maşına transport gelmedi. Şundan bizim babamız, oğlum berekette balam maşının aslında bu yanıp durgan ot bu deydi. Onun için aytıp turib ketish kerak bunda. Ataxon to'g'ri ta'kidladingiz. Endi o'zingiz yoshlik paytingizdagi avtomashinalarda, bugungi avtomashinalar juda shitob, tezkor avtomashinalarda hab yo'llarimizda mana kuzatyapmiz, qancha mashinalar soni ortib boryapti kundan kunga. Demak, mana bir voqea esimga tushdi. Mana voyaga yetmaganlarni transport boshqarishi bo'yicha o'tgan yili bir tanishimizni mana shu kiyim-kechak bozori yonida ichki yo'lda hali yo'lda chekkasida turgan ayolni bir Matiz avtomashina urib ketadi. Oyog'i sindi, lekin shu yerda to'xtab unga yordam ko'rsatish o'rniga qochib ketishadi. Lekin rahmat, o'sha paytda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari shu avtomashinani topib qarashsa, u maktab o'quvchisi bo'lib chiqdi. Yonida bir o'rtog'i bilan haligi dadasi kechasi taksi haydar ekan, kunduzguni mashinani qo'yar ekan. Bu ertalab soat 7 da bo'lgan voqeada. Ertalab haydab chiqib ketganda ota-onasiga bildirmasdan. Haqiqatdan ham hozir to'g'ri gap aytdingiz. Ushbu holat bizning ushbu Urganch shahridagi markaziy buyum bozorining yonidagi ko'chalarda, ichki yo'llarda bo'ldi. Aynan men ushbu voqea joyiga o'zim borganman. Haqiqatdan ham voyaga yetmagan maktab o'quvchisi avtomashina boshqarib yo'l chekkasida turgan ayol kishini urib, voqea joyidan qochib yashirinishga uringan. Lekin bizda hozir axborot texnologiyalari rivojlangan, raqamli texnologiyalardan va video kuzatuv kameralarimizdan bizda hozir unumli foydalanyapmiz. U qisqa fursat ichida ushbu ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 1 soat ichida topildi ushbu Matiz rusumli avtomashina. Hodisa sodir qilib ichki mahalla ko'chaga kirib ketadi, ichkariga kirib davlat raqam belgisini yechadi. Davlat raqam belgisini yechib, shu bilan meni hech kim topolmaydi degan xulosa bilan u uyga ketib qoladi. Biz ushbu jarayondan zudlik bilan ushbu voqea sodir bo'lgan joylarni hamma joyini video kuzatuv kameralarini ko'tardik va belgilangan tartibda ushbu avtomashinani yo'nalishini aniqladik. Yo'nalishini aniqlab, qisqa fursatda ushbu holatni aniqlab, belgilangan tartibda qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligi ta'minlandi. Bizda eng muammoli jarayon shundan iboratki, ushbu ayrim haydovchilarimizni shoshib avtomashinani yo'lning bo'ylariga qo'yib ketish holatlari, yo'lning qatnov qismlariga qo'yib ketish holatlari va buning oqibatida boshqa harakat ishtirokchilariga noqulayliklar tug'dirish holatlari uchrab turadi. Mana hozir yuqorida otaxonimiz to'g'ri gap aytib o'tdi. Faqat o'zini o'ylashi kerak emas, inson baribir boshqa harakat ishtirokchilarini ham o'ylashi kerak, ularga noqulaylik tug'dirmasligi uchun fikr qilishi kerak. Shu o'rinda men shu haydovchilarimizdan, yurtdoshlarimizdan so'rab qolgan bo'lar edim, shu masjidlarga borgan vaqtda avtomashinalarni imkon qadar avtoturargohlarga qo'yishlarini, xavfsiz hududlarga qo'yishlarini, boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bermasliklarini so'rab qolgan bo'lardim. Albatta bugungi mavzu bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan mavzulardan bittasi. Haqiqatdan ham davlatimizni e'tibori juda katta bu yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha Xiva shahridagi joylashgan maktabgacha va maktab umumiy o'rta ta'lim maktablari oldiga to'siqlar, zebra chiziqlari, yo'l belgilari hamda juda mashinalarni tez o'tadigan, ko'p o'tadigan joylariga knopkali svetoforlar o'rnatilgan. Shu bilan birgalikda yana yuqorida aytdingizlar, har bir maktabni o'ziga yo'lni ko'rsatib turadigan kameralar o'rnatilgan, ichki ishlar bilan birgalikda bu bog'langan holda turgan. Demoqchimanki, har tomonlama
Maktabda ta'lim bilan birgalikda mana shu yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha targ'ibot olib borish uchun hamma sharoitlar yetarli. Har bir maktabda bugungi kunda mana shu yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha o'quvchilarga bilim berish uchun sinfxonalari bezatilgan. Bu joyda 1-sinfdan 11-sinfgacha yo'l belgilari, bu velosiped yurishi kerak bo'lgan, yo'lakchadan yurishi, yo'lda qanday harakatlanishi, qaysi tomonga qarash kerak bo'lgan hamma sharoitlar yetarli tushuntirish uchun shu bilan birgalikda ekran ham qo'yilgan, hamma sharoit yetarli. Maktabda maktab psixologi, chaqiriqgacha tayyorlash bo'yicha xodim bilan birgalikda shu o'quvchilar o'rtasida sinf rahbarlari kelajak sayati qo'yilgan. Shu xavfsizlik bo'yicha juda ko'p ishlar olib borilmoqda. Maktablarni bugungi kunda viloyat boshqarmasi tomonidan maktab direktorlari, ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, o'qituvchilar ham yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha alohida uchrashuvlar sodir bo'lgan. Mana shu avtohalokatlar bo'yicha videolar ko'rsatilib, ogohlikka chaqirmoqdalar. Shu bilan maktabda ota-onalar bilan birgalikda ish olib bormoqdamiz. Yana yuqorida aytgandek, albatta mahallada, oilada, har bir mahalladagi qariyalar, har bir oila a'zolari o'zini qo'shnisini uyda qanday mashinalar borligi, uni farzandin ruxsatsiz mashina haydab chiqayotganligi to'g'risida ma'lumotga ega. Lekin mana shu maktabda davlatimiz tomonidan tashviqotlar olib borishdan qaramasdan shunday ota-onalar bor, o'zini farzandini e'tiborsizlik bilan uni bir nima deymiz endi, shu o'g'lini haydaganini o'zicha faxrlanib, u yosh bo'lishiga qaramasdan mashina ruliga o'tirmoqdalar. Albatta bu hali voyaga yetmagan, ikkinchidan hali yo'l harakati qoidasini bilmaydi, mashinani haydadi degan bu degan uni harakatlantirib yurish degani emas. Shuning uchun bugungi davra suhbatdan foydalanib, barcha ota-onalar ogoh bo'lishini, bu avtohalokat ko'z ochib yumguncha bo'lishini, o'zini farzandini sog'lig'ini va boshqa insonlarni bevaqt jarohat olishi yoki halokat sodir bo'lishini oldini olishda ularni ogohlikka chaqirib qolaman. Mana haqiqatan ham ustoz to'g'ri ta'kidladingiz. Bugungi kunda maktablar oldida mana shu yo'l infratuzilmasi yaxshilanmoqda-da. Yana yoshlik paytimiz bizlar faqat shu avtomobil yuradigan yo'ldan borib kelganmiz. Loyda, qishda yana shunday. Hozir mana piyodalar yo'lakchalari qilinganda, lekin shunday bo'lsa ham mana shunga amal qilmaydigan kattalarimiz ham bor. Faqat yoshlar emas. Demak, bundan yoshlar ham ko'z olyapti-da. Mana hozir piyodalar yo'lakchalarini aytaylik-da. Piyodalar yo'lakchalarda mana har bir joyda qo'yilgan, lekin shu yo'lning narigi tomoniga o'tishda shunga amal qilmaydigan fuqarolarimiz bor. Piyodalar yo'lakchalardan o'tmaydidan boshqa joyda o'tadi. Piyodalar yo'lakchalari o'tgan paytda ham qo'lida telefon bilan o'tishadi-da. Befarq o'tishadi. Yana bir savol tug'iladi shu o'rinda. Mana bugungi kunda mana shu piyodalar yo'lakchasi qanchalik xavfsiz? Hatto o'zimiz o'tayotgan paytimizda ham sal qo'rqib o'tamiz, chunki bizga yashil chiroq yonib turgan bo'lsa ham qizil chiroqda o'tadigan haydovchilarimiz topilyapti. Yo'l infratuzilmasi bo'yicha haqiqatan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Ushbu amalga oshirilgan ishlar qatorida bir qator kamchiliklar yo'lga qo'yilgan. Fuqarolarimiz tomonidan haqiqatan yo'lni belgilanmagan joylarda o'tish, svetofor taqlovchi ishorasida yo'lni qatnov qismini kesib o'tishlari bu hammasi yo'l transport hodisasiga sababchi bo'ladi. Yo'l transport hodisasining kelib chiqish sababi asosiy bu hammasi yo'l harakati qoidalarini rioya qilmaslik, ko'p ravishda buzish, e'tiborsizlik oqibatida kelib chiqadi. Shu bilan birgalikda yo'l infratuzilmasidagi holat, yo'l infratuzilmasida yaratilgan piyodalar, haydovchilar sharoit ham bu bevosita yo'l transport hodisasining kelib chiqishina oqibatlarına sababchi bo'lishi mumkin. Yo'llarimizdagi tashkil qilingan piyodalar o'tish joylarida qanchalik xavfsiz degan savol doğru o'rinli savol bo'lib turibdi. Bugungi kunda piyodalar o'tish joyi tartibga solingan va tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga bo'linadi. Bu tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida yo'l belgi, yo'l chiziqlari bo'ladi. Svetofor qurilmasi va tartibga soluvchi bo'lmaydi. Bunday holatda yo'l harakati qoidalarida belgilangan tartib bo'yicha piyodalarimiz qanday yo'lni kesib o'tishlari kerak. Bunda transport vositalari o'zlariga yo'l belgilariga ishonch hosil qilgandan keyin, bu degani hamma transport vositasi to'xtagandan keyin qatnov qismiga chiqib, o'sha belgilangan zebra yo'l yotiq chiziqlarini ustidan o'tishlari kerak. Piyodalarimiz telefona chalg'ib, boshqa narsaga chalg'ib, yo bo'lmasa qatnov qismidan shu harakatlanib katta tezda harakatlanib keltirgan transport vositasini e'tibor bermasdan qatnov qismiga chiqib qo'yadi. O'z navbatida haydovchilar ham ushbu piyodalar o'tish joyiga yaqinlashgan vaqtda e'tiborni kuchaytirib,
belgilangan harakat tezligini kamaytirishi shart bo'ladi. Endi tartibga solingan piyodalar o'tish joyi svetofor qurilmalari bilan jihozlangan tugmachali piyodalar tomonidan boshqariladigan piyodalar o'tish joylarimiz bor va o'zi ishchi rejimda ishlaydigan piyodalar o'tish joylari bor. Hozirgi kunda Urganch shahrida Telekom Soft MChJ tomonidan 3 ta shunaqa piyodalar o'tish joyiga kamera qoidabuzarlikni aniqlaydigan va svetoforni o'sha taqiqlovchi ishorasida harakatlangan haydovchilarni aniqlab chora ko'rish maqsadida kamera bilan jihozlandi. Bu ishlar yana davom qiladi. Albatta o'sha piyodalar o'tish joyidagi harakat tezligini nazorat qiluvchi radar qurilma o'rnatilishi va kameralar qoidabuzarlikni aniqlaydigan kameralar o'rnatilishi bu piyodalar o'tish joyini xavfsiz sharoitga olib keladi kelajakda. Hozir bu borada ishlar davom qilib turibdi. Shu bilan birga 2025-yil davomida Xorazm viloyatida shu piyodalar, yo'lovchilar, harakat ishchi haydovchilar uchun yaratilgan sharoitlar bo'yicha qisqacha bir statistik ma'lumotlar berib o'tadigan bo'lsak, 52 kilometr yo'l tungi yoritgich chiroqlar bilan jihozlanib, harakat ishtirokchilariga qulay sharoit yaratildi. 28 kilometr trotuarlar qurildi, 16 kilometr velosiped yo'lakchalari tashkil qilindi. 51 ta svetofor qurilmalari o'rnatildi. Shularning 17 tasi piyodalar tomonidan boshqariladigan tugmachali svetoforlar, maktablar oldiga bevosita o'rnatilgan svetofor qurilmalari. O'sha 51 ta o'rnatilgan svetoforlarda ham albatta piyodalar tartibga soladi harakatini. Oldin shu chorrahalarda mavjud bo'lmagan piyodalar o'tish joyida tartibga solinmagan joyi transport va piyodalar o'tish uchun qilingan svetofor orqali tartibga solinib, xavfsizlik kuchaytiriladi va ta'minlanadi imkon qadar. Endilikda shu o'rnatilgan svetofor qurilmalarini rioya qilish ishlarini haydovchilarimiz, piyodalarimiz tomonidan bu harakat xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladigan yo'l transport hodisasini oldini olish uchun ko'riladigan choralardan birisi bo'ladi. Hozirgi kunda Urganch shahrimizda 32 ta chorraha avtomatlashtirilgan tizim joriy qilyapmiz. Bu tirbandliklarni oldini olish, shu joylarda harakatlanadigan haydovchilarni, qoidabuzar haydovchilarni aniqlaydigan intellektual kameralar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu borada hozir ishlar davom qilib turibdi. Kelajakda viloyat kesimidagi barcha chorrahalar intellektual kamera bilan jihozlanadi. Endi bugungi kunda nafaqat bu harakat xavfsizlik qoidalarini buzayotgan haydovchilarga, balki piyodalarga ham chora ko'rilyapti. Masalan, mana piyodalar yo'lakchasida o'tmadi, boshqa joyda o'tdi. Yo bo'lsa, haligi o'tayotgan paytda telefon bilan gaplashib turibdi, boshqa qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'mur javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasida piyodalarimiz uchun javobgarlik belgilangan. Bunda albatta o'sha belgilanmagan, qatnov qismi belgilanmagan joydan kesib o'tgan holatlari, uyali aloqa vositalaridan, telefondan foydalanib qatnov qismini kesib o'tgan holatlar bo'yicha bizning boshqarmamizda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan kundalik nazorat qilib, kundalik chora ko'riladi. Bu bo'yicha minglab o'sha ma'muriy huquqbuzarlarga chora ko'rilgan. Bugungi kunda profilaktik ishlar, tushuntirishlar olib borilgan va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, o'sha huquqbuzarligi bo'yicha belgilangan tartibda chora ko'rilgan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir maqola bilan tanishib qoldim. Unda yo'l transport hodisasi O'zbekistonda o'limning 5 ta asosiy sabablardan biri deb keltirilgan. Bu 5 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan odamlar orasida o'lim holatining asosiy sababi va o'smirlar o'limining ikkinchi asosiy sababi deyilgan. 2018-yili mamlakatimizda 2025-yilgacha yo'l transport hodisalari sonini 2 barobar kamaytirish maqsad qilingan edi. Biroq bunga erishilmadi. 2018-yilda yo'llarda 2262 nafar kishi halok bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda ham bu ko'rsatkich 2203 kishiga to'g'ri kelgan. Mana ko'rayotganingizdek, deyarli uncha bir o'zgarish yo'q. Qonunchilik takomillashtirilmoqda, mana jarimalar oshirilmoqda, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish kiritildi. Lekin baribir bu sodir bo'layotgan avtohalokatlar buni aksi bo'lyapti-da. Men salkam 40 yil bo'ldi transport vositasini boshqaraman. Oldingi yillarga qarab solishtirib ko'rsak, hozir mana bu yo'llarda tartibga solingan chorrahalarning ko'payilishi, yo'lning o'rtalariga to'siqlar qo'yilishi, yo'llarni chizish, kuzatuv kameralarini qo'yish shu haydovchilarga juda katta qulaylik tug'diradi. Ham mana bu insonlarni, fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi. Mana bu kuzatuv kameralari yaxshi foyda beradi. Lekin shunday bo'lsa ham mana bu statistikaga qarasak, shu juda achinarli. Men shu
ota-onalarni juda ogohlikka chaqiraman. O'zlarini farzandlarini shu qattiqroq nazorat qilsalar, haydovchilik guvohnomasi yo'q farzandlarga transport vositasini boshqarishni ruxsat bermasalar, transport vositasini boshqarish madaniyatiga qattiq rioya qilishlarini chaqiraman. Yo'llarda harakatlanish vaqtida birinchi o'zi oiladan boshlanadi. Har bir o'g'il qiz harakat ishtirokchisi bo'ladi. Yo'lga chiqqan vaqtida, demak bu ota-onadan, uydan ibrat oladi. Ota-onasi nechik tarbiya bersa, ko'chada shu narsani bajaradi. Hozir bir shunday ota-onalar bor. Men o'zim qiynaldim. O'zim shunday qiyinchiliklar ko'rdim, farzandim qiyinchilik ko'rmasin degan maqsadda hozir endi shunday bo'lib turibdi, har bir sharoitni bolalarga yaratib turibdi. Endi shu sharoitni yaratgandan keyin bola o'ylaydi, men hamisha shunday bo'lib yuraman, yoki ko'chada men aytganim bo'ladi, yoki bo'lmasam uyda aytganim bo'ladi, yoki biron bir joyda aytganim bo'ladi deb turib, o'zi harakat qiladi, lekin boshqa bir shaxslarga quloq solmaydi. Bolaning begonasi bo'lmaydi deganda har bir yosh katta ulug'lar shu bolalar bilan shug'ullangan vaqtida, to'xtatib tarbiya bergan vaqtida sen kimsan, men aql berib yoki bo'lmasam shunga o'xshagan ma'noda harakat qilgan bolalar bor. Endi shuning uchun aytamiz, yo'llarda harakatlanish vaqtida madaniyatli bo'lishni shu ota-ona yoki oiladan, shu yosh kattalardan bir ozgina ibrat olib, farzandlarimiz harakatlansa yaxshi bo'ladi edi. Endi harakatlangan vaqtida yo'lda haydovchilarimizdan shuni talab qilamiz. Yoshi kichik yoki bo'lmasam yoshi ulug'larga bir ozgina bir madaniyatli bo'lib harakatlangan vaqtida bir-biriga bir hurmat etib transport boshqargan vaqtida men oldin o'tib keting yoki sen keyin o't degan maqsadda shu harakatlar bo'ladi. Shu harakatni qilmasliklari, xatti harakat qilmasliklarini iltimos etib talab etib qolamiz. Keyin jamoat transport vositalarimiz bor. Jamoat transport vositalarimiz endi shunday harakatlanadi. Harakatlangan vaqtida shularga chiqish-tushishni madaniyati bor. Shularda bir chiqqanda, tushganda bir e'tiborli qilib yoki yo'lning chetrag'ida to'xtab turib, yo'lning o'rtasida to'xtamay, shularni bir chiqarib tushirganda yoki shu jamoat transport vosita haydovchilari tartibli haydaganda ko'proq shu yo'l transport hodisalarining oldini olgan bo'ladi edik. Barvaqt o'limning oldini olgan bo'ladi edik. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan viloyat hududida o'tgan 2025-yil davomida 345.505 ta qoidabuzarlik aniqlandi. 345.505 ta qoidabuzarlik yuzasidan 200 milliarddan ortiq jarimalar belgilandi. Hozirgi kunda ushbu jarimalar bo'yicha faqat cheklanib qolmasdan, hozir yuqorida aytib o'tildi, foto-video fiksatsiya moslamalarimiz bor. Bular tomonidan 196.000 ta tezlikni oshirgan haydovchilarimiz aniqlandi. Bularga belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Endi qoidabuzarliklarni turlari, og'irlik darajasiga qarab bir 3-4 ta statistikani aytib o'tmoqchiman. Mast holda transport vositasini boshqargan 1941 ta. Shuningdek, ichki ishlar xodimini qonuniy talabini bajarmagan 2277 ta haydovchimiz aniqlanib, belgilangan tartibda sud organlariga hujjatlar oshirilgan. Ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan. Shuningdek, 18 yoshga to'lmagan, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan haydovchilarimiz, ya'ni bular o'sha maktab o'quvchilari yoki kollej o'quvchilari tashkil qiladi. Ular tomonidan 615 ta qoidabuzarlik aniqlanib, joriy yilning 10 kuni davomida 17 tasi aniqlangan. Bularni har bir haydovchini ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi tartibida choralar ko'rilib, transport vositasini egasiga nisbatan o'sha transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirganligi uchun ham ma'muriy javobgarlik qo'llanilgan har biriga. Endi shu o'rinda yana bir narsaga alohida e'tibor berishlaringizni so'rayman. Sababi hozir 345.505 ta qoidabuzarlikning ichidan 10 dan ortiq bitta haydovchi tomonidan 10 dan ortiq qoidabuzarlik sodir qilgan 2289 ta qoidabuzarlik haydovchilar aniqlangan. Katta ko'rsatkichga. Bu ham katta ko'rsatkich. Keyin 20 va undan ortiq qoidabuzarlik sodir qilgan, 30 marta qoidabuzarlik sodir qilgan haydovchilarimiz ham bor. Bular viloyat miqyosida 128 tani tashkil qiladi. Yuqorida aytib o'tildi, piyodalarga nisbatan ham choralar ko'rilganmi degan savolni berdingiz boya.
Bunda viloyat hududida 2025-yil davomida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasida o'sha piyodalarga nisbatan ko'riladigan choralar, ya'ni o'sha piyodalarni belgilanmagan joydan o'tishlari, mast holda velosiped, skuter boshqarganlik holatlari, o'sha naushnik va quloqchin deymiz, quloqchin telefondan foydalanib o'sha belgilanmagan joydan o'tish yoki belgilangan joydan ham shu moslamalardan foydalanib o'tganligi uchun 4500 dan ortiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bizning yo'l patrul xodimlari tomonidan. Bularga nisbatan ham belgilangan tartibda choralar ko'rilgan. Bulardan har biridan tilxatlar ham olingan, piyodalardan. Tilxatlar ham olingan, lekin shunga qaramasdan bu qoidabuzarliklar yildan yilga o'sishga davom etmoqda. Buni sababi yuqorida aytildi, haydovchilik madaniyati bilan birga piyodalarning ham o'sha yo'llarda harakatlanish madaniyati sustligidan deb aytsak ham bo'ladi. Kuzatyapmiz, keyingi paytlarda mana hozir skuterlar dedingiz, mototsikllar haydab chiqadigan yoshlar ko'paygan, ayollar ko'payib ketdi. Avariyalar ham, avtohalokatlari ko'pchilik ham shunga bog'liq bo'lib qoldi-da. Keyinchalik qonunchilikka o'zgartirishlar ham kiritildi. Mana shu haqdan fuqarolarimizga bir ma'lumot berib o'tsak, bugungi kunda skuter boshqarish qanday tartibda amalga oshiriladi? Ro'yxatdan o'tish kerakmi? Guvohnoma shartmi? Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsak. Hozirda kichik, A1 kichik toifasi joriy qilindi. Bu albatta shu skuter, moped haydovchilar uchun katta yengillik, o'sha jamoatchilikni talab istaklaridan kelib chiqqan holda hukumatimiz, davlatimiz rahbari tomonidan Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinib, ushbu qaror talabi bo'yicha mustaqil tayyorlanib, hech qanday o'quv tashkilotida o'qimasdan mustaqil tayyorlanib, o'sha belgilangan nazariy 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob bersa, A1 kichik toifadagi haydovchilik guvohnomasi, milliy haydovchilik guvohnomasi berish yo'lga qo'yildi. Bu bo'yicha fuqaroimizga katta qulaylik hisoblanadi va har qanday kategoriya, har qanday o'sha haydovchilik toifasiga ega bo'lgan haydovchilarimiz skuter boshqarishlari uchun ruxsat berildi. Demak, ularga davlat raqami ham olish kerak. Davlat raqam belgilari alohida joriy qilingan, belgilangan tartibda berilyapti. Hozirgi kunda shu bemalol murojaat qilib, fuqarolarimiz o'sha alohida davlat raqam belgini soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin skuter mopedlarga. 2025-yil 12 oy mobaynida jami 327 ta yo'l transport hodisalaridan 139 tasi, ya'ni 42%ni piyodalar ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari tashkil qiladi. Shulardan 2024-yil bilan solishtirganda jami piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalari 8% ga oshib ketgan. Shundan o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 80% ga, ya'ni 25 tadan 45 taga oshib ketgan. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining 139 tasi, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining 41%, ya'ni 57 tasi piyodalar uchun xavfsiz yo'l sharoiti yaratilmaganligi, 21.5%, ya'ni 30 tasi piyodalar tomonidan yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tishlari oqibatida, 5.7%, ya'ni 8 tasi piyodalar tomonidan yo'lning qatnov qismini mast holatda yurishlari, mast holatda 5%, ya'ni 2 tasi 7 yoshgacha bo'lgan piyodalar kattalar kuzatuvsiz yurishi, ya'ni 7 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan bolalarni ota-onalari qarovsiz holda uyini oldida uydan chiqarib ularni nazorasiz qoldirganlar oqibatida yo'l transport hodisalari yuzaga kelgan. Jami viloyat hududida 2025-yil 12 oy mobaynida 17.668 nafar qoidabuzar piyodalarga choralar ko'rilgan, ma'muriy choralar ko'rilgan. Mana bilamiz, viloyatimizning shahar tumanlarida mana vatanparvar tashkilotlari qoshida avtomaktablar tashkil qilinganda, mana kuzatsak, avvalgi yillarga nisbatan keyingi paytlarda mana shu avtomaktablarni infrastrukturasi, uni moddiy texnik bazasi juda mustahkamlanib boryapti. Mana qaysi bir tumanga borsak, alohida bir maydonchalar tashkil qilingan, zamonaviy o'quv qurollari bilan ta'minlangan. Demak, bugungi yoshlarimiz mana shu haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Lekin shu o'rinda bir o'rinli savol tug'iladi-da, tomoshabinlarimiz tomonidan ham, ko'plab yurtdoshlarimiz tomonidan ham mana shunda o'qib chiqqandan keyin masalan 20 bola, 20 o'quvchi, tinglovchi o'qib chiqadigan bo'lsa, shuni hammasi ham 1-2 kirganda darrov haydovchilik guvohnomasini ola olmaydi. Test savollarga to'liq javob bera olmaydi degan savollar ham bo'ladi-da. Bu nimaga bog'liq bu? Soha vakillaridan bunga javob so'raymiz.
o'quv tashkilotlarimizda shunday narsalar joriy qilingan. Har bir o'quvchi bilan o'zi maxsus shug'ullanib, shu imtihonlardan o'tishni yoki yo'llarda harakatlanishni har birisi bilan alohida shug'ullanib, imtihonlarga hozir tayyorlanib turibmiz. Tashkilotimizning o'zida ichki imtihonlar olinadi. Har bir shu ichki imtihonlar olingan vaqtida o'quvchilarimiz, haydovchilikka nomzodlarimiz shu yerda bilinadi, o'zi tanlanadi. Shu o'tib biladimi, o'tib bilmaymi? Shu o'tib bilmay turganlarni ko'proq shunga qo'shimcha saatlar berib, qo'shimcha nazorat qilib, shuni oldini olib, hammasini joyida qo'yib olib boramiz. Shu imtihonga borgan vaqtimda o'tgan yil o'ynamimiz uchun 2025-yil 1000 ga yaqin o'g'il qizlarni chiqargan bo'lsak, haydovchilikka nomzodlarni chiqargan bo'lsak, buning ichida 18 ni to'ldirgan yoshdan yuqori bolalarni tanlab gruppalarga qo'shamiz. Shularning ichidan endi ichki imtihon vaqtida shu 1000 ga yaqin bolalarning ichidan bitirgan bo'lsalar, har gruppa bitirgan vaqtida 20 bola, 21 bola tayyor bo'ladi. Shu imtihonga olib boramiz. Shular nazariy qismdan imtihon markazlaridan o'tadi. 2-3 bola o'zi shu yerda yo o'zining aybi bilan yoki hayajonlangani bilan yiqilib qaytadan tayyorgarlik ko'rib boradi. Nazariy qismidan shunday deb o'tadi. Keyin amaliy qismina keladigan bo'lsak, amaliy qismidan nazariy qismini topshirgandan keyin amaliy qismina boradi. Amaliy qismidan tayyorlanib o'tadi. O'tganlarga haydovchilik milliy guvohnomasi berilib turibdi. Bugun juda qizg'in shu mavzuga oid ko'p narsalarni o'rganib turibmiz. Men aytchaqim, har bir maktabda o'zini psixologi bor, ichki ishlardan keladigan inspektor psixolog ham bor. Bu so'rovnomalar orqali qaysi o'quvchini shu mashina haydashga moyilligi borligini va ota-onasini ruxsatisiz olib chiqish ehtimoli ko'p bo'lgan o'quvchilar aniqlanib, bu shahar bo'limiga olib borib, ota-onasi bilan birgalikda, shu o'quvchi bilan birgalikda suhbatlar uyushtirib borilmoqda. Men keyingi vaqtdagi bir aytmoqchi bo'lgan muammolarim o'quvchilar o'rtasidagi skuterlarni haydab yurishi, elektromobil mashinalarni haydab yurganligi albatta har kimni qalbina bir xavf soladi. Chunki bilgan holda, bilmagan holda unga o'quvchilarni, bolalarni yuklash mumkin bo'lmasam uzoqroqdan shu kichkinagina 5-klass 6-sinf farzandini o'tirib orqasına yanına özleri minib kelmoqdalar. Albatta hozirgi sizni aytgan gapingizga qarab aytayotiraman, bu o'quvchilar uchun ham shunday ruxsatnomalar beriladimi? Bilamiz, moped, skuter haydovchilari 16 yoshga to'lgan bo'lishak va albatta o'sha belgilangan tartibdagi A1 kichik toifadagi haydovchilik guvohnomasi olishga majbur. Skuter, moped vositalarida odam tashish taqiqlanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 138-moddasida javobgarlik belgilangan. Shuning uchun odam tashish mumkin emas. Yo'l harakati qoidalari 172-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida bu taqiqlangan. Umuman odam tashish mumkin emas. Bunday holatlar yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlanib, belgilangan tartibda hozirgi kunda ma'muriy choralar ko'rib va yana rasmiy ogohlantirish olib borib turibdi. Bundan tashqari ushbu yuqorida aytilgan maktab o'quvchilari tomonidan transport vositalarini boshqarishni eldan olish maqsadida har bir maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlari bilan boshqarma boshlig'imiz, yo'l harakati xavfsizligi boshqarma boshlig'imiz va o'rinbosarlari va hududdagi yo'l harakati xavfsizligi guruh katta inspektorlari yig'ilish o'tkazib, har birisini ogohlantirib, ushbu haydovchilik guvohnomasiz transport vositasi boshqargan o'quvchilarni har birisini ota-onasidan tilxatlar olib, kelgusida o'sha transport vositasini voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandiga bermaslik to'g'risida rasmiy ogohlantirish yo'lga qo'yilgan. Rasmiy ogohlantirib, har birisidan tilxatlar olib kelinmoqda. Albatta bu skuter, moped vositalari ham belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishi va haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarish talab qilingan. Yuqorida ko'plab mana shu avariya holatlari tezlikni oshirishdan kelib chiqayotganligini ko'ryapmiz-da. Yaqinda bir voqea eshitib qoldim va bir tanish bo'lib chiqdi-da. Yangi qimmatbaho mashinada olishadi, 405 millionlik. Haligi farzandi o'rtoqlariga maqtanib tezlikni shunday oshiradi, hali 2 kun bo'lmasdan avariya bo'lib, mashina yonib ketadi-da. Hali farzandi omon qoladi. Ana shunday voqealar ham ko'p bo'lyapti-da. Bu tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat miqyosida 12 ta shunaqa xavfli uchastkalar aniqlanib, tezlik bilan bog'liq avariya bo'ladigan, yo'l transport hodisasi bo'ladigan joylarga 100 km/soat tezlikdan 70 km/soat tezlikka tushirildi va bu joylarga radar tezlik o'lchovchi qurilmalar bilan jihozlandi.
Aldı viloyatimizda 32 ta radar qurilmasi bor edi. Hozir mavjud 69 tasi soz holatda ishlab turibdi. Bu yil davomida yana shunaqa 119 ta tezlik nazorat qiluvchi radar moslamasi o'rnatish ko'zda tutilgan, rejaga kiritilgan. Bu yuqori turuvchi tashkilotlarimizga, mahalliy hokimiyatlarga axborotlar, so'rovnomalar chiqarilgan. Va albatta o'sha yosh voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tomonidan ayanchli yo'l transport hodisalari sodir bo'lib, bu o'lim bilan tugagan holatlar ham bo'ldi. Mana Qo'shko'pir tumanida voyaga yetmagan o'quvchi tomonidan transport vositasini boshqarish katta tezlikda boshqarib, boshqaruvni yo'qotish natijasida to'siqqa urilib, o'sha vafot qilish holati qayd qilindi. Bu albatta ota-onalardan so'rab qoldik. Voyaga yetmagan shu farzandlarga transport vositasini boshqarish umuman topshirmasliklarini so'rab qoldik. Hozir haqiqatdan ham yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'rtog'imni farzandi shunaqa voyaga yetmagan avtomashina boshqarib 2 kunlik mashinani yo'l transport hodisasi sodir qilganda, bugungi kunda haqiqatdan ham hozirgi kunda hammamiz ko'rib guvohi bo'libmiz, ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlangan. Aynan bizning o'zlarimizga ham ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilik faollari va ko'pchilik ushbu jamoatchilik nazoratchilari tomonidan bizlarga murojaatlar kelib tushadi. Aksariyat voyaga yetmagan yoshlarimizni bugungi kunda tungi soat 1 dan keyin 2-3 larda ota-onasi uxlab qolgandan keyin avtomashina kalitlarini ularning ruxsatisiz berkitib avtomashinani olib ketish holatlari uchrab turibdi. Yana yaqindami shu 2 kunlik ichida Urganch shahridan voyaga yetmagan maktab o'quvchisi tomonidan BYD rusumli avtomashina bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bu ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Haqiqatdan ham ota-onasi Toshkentga xizmat safariga ketishgan bola ushbu nimadan foydalangan holda tungi soat 1:30larda 3 ta o'zlarining o'rtoqlari bilan avtomashinani olib chiqib ketishgan va tungi soat 3larda Urganch shahrida svetoforni taqiqlovchi qizil chiroqda harakatlanib, davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lib turibdi. Hayriyatki, ushbu yo'l transport hodisasida hech kimga shikast yetmagan. Hozirda ushbu holat bo'yicha surishtiruv o'tkazilmoqda. Belgilangan tartibda maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan hamkorlikda uning ota-onasi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi va ushbu o'tkazilgan profilaktik suhbatlarida ota-onasi bu narsadan xabari yo'qligini aytib o'tdi. Bugungi kunda ota-onalarimizni ham shu e'tiborsizligi desak ham bo'ladi, chunki tungi soat 2 da 3 da voyaga yetmaganning ko'chada yurishi bu hech narsa bilan oqlab bo'lmaydigan narsa. Buni albatta ota-ona nazorat qilishi kerak, tartibga chaqirishi kerak. Bunday holatlarga befarq bo'lmasak, mahalla aholisi, mahalla kattalari va ushbu jamoatchilik faollari bu borada faol bo'lsa, ushbu mahallada bo'lib turgan, sodir qilinib turgan holatlarni o'z vaqtida shu ichki ishlar organi xodimlariga, ya'ni bizlarga murojaat qilsalar, biz belgilangan tartibda shuni oldini olish choralarini ko'ramiz. Yaqinda Hazorasp tumanida 2007-yilda tug'ilgan bola 195 tezlikda avtomashina boshqarib turibdi mahalla ichki yo'lida. Yana uni keyin ushbu shaxs o'zining ijtimoiy tarmoqlarini joylab turibdi. Ushbu qilgan qoidabuzarlikni bu yerda yuqoridan aytib o'tdilar. Hozirgi kunda yo'l harakati qoidalarining buzilishini ham ota-onalarimizni ushbu narsalardan faxrlanadigan holatlar ham bo'lib turibdi. Ya'ni o'zini 195 tezlikda boshqargan videosini ijtimoiy tarmoqqa joylab turibdi. Zudlik bilan belgilangan tartibda ushbu avtomashina aniqlandi. Ushbu tekshiruvlar jarayonida ushbu haydovchimiz 2007-yilda tug'ilgan, hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, tajribasiz haydovchi ekanligi aniqlandi. Belgilangan tartibda avtomashinani boshqarish uchun bergan otasiga nisbatan chora ko'rildi, ushbu shaxsga nisbatan ham belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rildi. 2025-yil 12 oy mobaynida transport vositalarini olib qochish jinoyati jami 9 ta jinoyat sodir bo'ldi. Ya'ni 2024-yil 12 oyga nisbatan 200%ga, 6 taga oshib ketdi. 2024-yil mobaynida 3 ta transport vositalarini olib qochish jinoyati sodir etilgan. Endi shulardan tahlil qilinganda Urganch shahrida 400%ga, bittadan 5 taga, Yullan tumanida 100%ga, 0 dan 2 taga oshib ketdi. Undan tashqari Urganch tumanlarida hamda Yangi tumanlarda bittadan shu transport vositalarini olib qochish jinoyatlari sodir etilgan. Ya'ni bu jinoyatlarni olib qochishda biz tezkor tergov guruhi bilan voqea joyiga yetib borganimizda transport vositasini egasi murojaat bilan chiqqan. Bizga murojaat bilan chiqqandan keyin transport vositasini ochiq holatda, mashinaning kalitini ichkarida qo'ygan holatda tashlab ketgani, shoshma-shosharlik bilan mashina qo'yib ketganligi yoki o'zining yashash uyini xonadoni oldida qarovsiz holda kalitini ichida qo'yib ochiq holatda qoldirganligi
bize voqea joyiga chiqqanda bizga ma'lum bo'ldi. Ushbu sodir bo'lgan jinoyatlarni oldini olish maqsadida aziz fuqarolarimizdan, aziz yurtdoshlarimizdan transport vositasini mashinani ichida kalitini qoldirmaslik, ochiq holatda qoldirmasligini, qulflab qo'yishlarini, nazaratsiz transport vositasini nazaratsiz qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Hozirda maktablarimizda yo'l harakati xavfsizligini oldini olish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar ko'rilgan. O'sha sun'iy to'siqlar, 30 harakatni cheklovchi tezlik belgilari, piyodalar o'tish yo'lakchalar belgilari hamda zebra chiziqlari yana piyodalar harakatlanish uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan maktablarimizda o'sha yo'l harakati xonalari tashkil qilingan. Bunda o'quvchilarimiz kirib kelajak soatlarida sinf rahbarlari orqali va chaqiruvga qadar boshlang'ich o'qituvchisi orqali kirib yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha bilim ko'nikmalariga ega bo'lib kirishmoqda. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Shu hozirda tadbirkorlar deymiz, qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar bular o'quvchilari mashinalarni ijaraga berish jarayonlari kuzatilib turibdi. Bu bo'yicha bir savolga javob bersangiz. Haqiqatdan shu tadbirkorlik subyektlari ro'yxatda o'tgan Xorazm viloyatida avtotransport vositasini ijaraga berish Rentkar yo'lga qo'yilgan. Bu tadbirkorlarimizdan so'rab qolamiz, shu voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilarga transport vositasi topshirmaslikni va bu albatta qonun bilan javobgarlik belgilangan. Misol keltirib o'tishimiz mumkin. Urganch shahrida 2025-yilda voyaga yetmagan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslar shu Rentkar avtomashina ijaraga berish tadbirkorlik subyekti tomonidan Malibu rusumli transport vositasi boshqarish uchun topshirilgan noqonuniy va buning oqibatida ushbu voyaga yetmagan haydovchi yuqori tezlikda, katta tezlikda transport vositasini boshqarish va haydovchilik ko'nikmasiga ega bo'lmaganligi natijasida to'siqqa urilib, transport vositasi yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, shuni yo'lovchisi voyaga yetmagan fuqaro halok bo'lishiga sabab bo'ldi, vafot qilishina. Va bu tadbirkorimiz hozirgi kunda tergovga jalb qilindi shu paytda. Bundan keyin ham shu tadbirkorlik subyektlaridan transport vositalari ro'yxatdan transport vositalarini ijaraga berish tadbirkorlik subyektlaridan so'rab qolamiz. Bu qonuniy javobgarlik belgilangan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilarga transport vositasini topshirmasliklarini so'rab qolamiz. Va albatta ota-onalardan shu voyaga yetmagan farzandlarni nazaratsiz qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Avtomaktablar juda ko'p serqatnov ko'chalarda joylashgan maktabgacha maktab joylariga ertalab soat 8 dan 9gacha xodimlarni berkitib qo'yibdilar. Albatta katta rahmat. Shu bilan birgalikda biz ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ota-onalaridan har safar iltimos qilib, ular baribir ming targ'ibot qilsam ham tushunmaydi, olib ketishni aytib qo'yibmiz. Chunki har sinf har xil vaqtda chiqadi. Albatta serqatnov ko'chada joylashgan maktablarda yana ham bu xavfsizlikni olish bo'yicha ota-onalarning mas'uliyatini yuklab qo'yibmiz. Bugun men shu avtomaktab xodimlariga, bizani viloyat boshqarmasi xavfsizlik bo'yicha mas'ul xodimlari, Xiva shahar xavfsizlik bo'yicha mas'ul xodimlarga katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ular albatta har o'zini rejasi bo'yicha maktablarga kelib, ota-onalar bilan birgalikda, o'quvchilar bilan birgalikda shu yo'lda sodir bo'lgan avto halokatlar bo'yicha video filmlarni, bo'lgan voqealarni aytib, yana ham ularni e'tiborli bo'lishi, ogohlikka chaqirib kelmoqdalar. Shuning uchun men bunday voqealarda albatta mahalladan, avtomaktablardan, mas'ul xodimlardan aytilgandan ko'proq ota-onalarning ogoh bo'lishini, chunki hali voyaga yetmagan, yo'l harakati qoidalarini yaxshi o'zlashtirmagan farzandlarni begunoh bunday ahvolga tushishini oldini olgan bo'larmiz deb qolaman. Tashkilotimiz tomonidan shu maktablarga, maktabgacha ta'lim yoki bo'lmasam shunga o'xshagan joylarda domlalarimizni yoki bo'lmasam usta o'rgatuvchilarimizni berkitib qo'yganmiz. O'z vaqti bor, 8 dan 9 gacha bo'lgan vaqtda maktablarning oldida turib, bolalarni o'tishini shu yordam berib turibdilar. Transport vositalarini to'xtatib, yana o'tkazib, shuni tartibga solib turibdilar. Ushbu ko'rsatuvimiz yakunida keng jamoatchilikdan so'rab qolardik. Har qanday huquqbuzarlik, ayniqsa yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha
huquqbuzarliklar to'g'risida 102 qisqa raqamlariga yoki bo'lmasa yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 62 224 56 04 telefon raqamlariga xabar berishlarini va ushbu kelgusida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olishga sababchi bo'ladi. Keng jamoatchilikni ham katta hissa qo'shgan bo'ladi. Keng jamoatchilikdan so'rab qolamiz, har qanday yo'l harakati qoidasi bilan bog'liq huquqbuzarlik to'g'risida xabar berishlarini so'rab qolamiz. Mast holdagi haydovchi yoki bo'lmasa haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan haydovchilar to'g'risida ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib huquqbuzarlik to'g'risida ma'lumot berishlari mumkin. Dono xalqimizda shunday bir maqol bor. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deydi. Darhaqiqat, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, avtohalokatlarga, yo'l transport hodisalariga sababchi bo'lib, keyinchalik pushaymon va armonda qolmaylik. Shunday ekan, harakat davomida har birimiz eng avvalo o'zimizni va yon atrofimizdagi insonlarni, harakat a'zolarini hurmat qilaylik. Ana shunda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.